Xo'p, LG kir mashina olaman deb yurganlar uchun katta assortimentda LG kir mashinalarni eng minimal narxlarda sizlar uchun tayyorlab qo'yganmiz. Dastlabkilari bilan uylargacha yetkazib beramiz. Bitta sizlar bilan assortimentlarini narxlari bilan ko'rib chiqamiz. Bo'lmasam ketdik, birinchi bo'lib 7 kiloliklardan boshlasak, bu yerda yangi modellarimiz o'sha o'zida 10 ta funksiyali, bistrikalar 30 minutlik, narxi bo'lsa 4,5 million so'm chiqadi. Ishlarini ham ko'rsanglar bo'laveradi. Ishlari ham bitta ro'zg'orga bemalol yetadigan qilingan. Xuddi shu modelimizni endi seriyasi sifatida hop oshxonamga qo'yaman deganlar uchun seriya rangda 4 million 800 ming so'mga tayyorlab qo'yganmiz. Hop, yana ham endi funksiyasi ko'proq modellarga o'tadigan bo'lsa, 7 kiloligimiz 14 ta funksiyali, 2 ta funksiya bu bilan ishlaydi. Bistrikalar ham 14 minut qilingan. Bularimizni yaxshi tomoni o'zida sun'iy intellekti bo'ladi. Necha kilo kir solasiz, o'zi shunga qarab rasxodga beradi. Ishlarini ko'rsangiz, bunda ancha katta qilingan. Iponli temir, titaniy baraban bo'ladi. Umuman kiyimlaringizni kashf qilib cho'zib qo'ymaydi. Bunimizning narxini sizlar uchun 4 million 800 ming so'mga qilib beryapmiz. Hop, seriya rangini olaman deganlar uchun 5 million so'mga tayyorlab qo'yganmiz. 7 kilolik endi sizlarga eng fullini ko'rsatsam, eng full modeli. Hop, 7 kilolik 2 qavat oynayligi, Wi-Fi upravleniyasi ham qo'shilgan, telefondan ZQ programmasi orqali bemalol boshqarsangiz bo'laveradi. O'zi turbo bosh funksiyalari bor. 59 minut ichida kiringizni o'sha yuvib, chayqab quritib beradi. Sun'iy intellekt hamma yo'g'i o'zining ichida joylashgan bo'ladi. Narxi bo'lsa 5 million 100 ming so'mga qilib beramiz. Endi shu model 8 kiloligini full modelni ko'rsating deganlar uchun 100 ming so'm qo'ysangiz 8 kiloligini beryapmiz. Hozir 5 million 200 ming so'm menimcha eng zo'r narx. LG'da bunaqa narxlarga topish ancha qiyin. Bundan 2 qavat oynali, 14 ta funksiya, 2 ta funksiya bu bilan ishlaydi. Sun'iy intellektlari hamma yo'g'i bor. Ishlari bo'lsa ancha katta. Qolgan kir mashinalarda bir 9 kilo 10 kiloligiga bemalol LG'niki to'g'ri kelaveradi. Xo'p, endi 9 kiloliklarda sal budjetliroq modellaridan ko'rsating. Kilosi kattaroq deganlar uchun 9 kilolik kir mashinamiz bu yerda. Xo'p, narxi 5 million 300 ming so'm. Xo'p, 14 ta funksiya bo'ladi. Bunda ham sun'iy intellekt bor, faqat Wi-Fi upravleniyasi bo'lmaydi. 2 ta funksiya bu bilan ishlaydi. Kirni yuvayotgan paytda ham добавить belya qilib, yana eshikni ochib, yana kirib qo'ysa yoqsa bo'laveradi. Bistrikalar 14 minutlik bunimizda. Xo'p, bunimizda sal bo'lakcharoq modeli. Xo'p, buni narxi 5 million 300 ming so'm bo'lsa, 100 ming qo'ysangiz, seriya oynayligi bemalol sizga chiqaveradi. Bunda ham 14 ta funksiya, 2 ta funksiya bu bilan ishlaydi. Endi yana ham sal qimmatroq modellarga o'tadigan bo'lsak, 8,5 kilo turbo vash, 59 minutlik, 2 qavat oynali, Wi-Fi upravleniya, sun'iy intellekt eng fulli. So'nggi model 7 ta funksiya bu bilan ishlaydigan modellarimiz. Narxi 6 million 200 ming so'mga qilib beryapmiz. Hop, dastlabkasi shahar ichida besplatniy bo'ladi. Hop, yana ham fullroq model deganlar uchun ko'rsanglar bo'laveradi. 8,5 kilolik Pony sensorli modelimiz. Umuman jo'stligi bo'lmaydi. Bu yerda bunda ham 14 ta funksiya, 7 ta funksiyasi naq bu bilan yuvib beradi. Turbo vash bunimizda 39 minutlik bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar, nargilarda 59 minut edi. Bunda 39 minutlik, bistrika 14 minut. Bunda ham sun'iy intellekt, Wi-Fi upravleniya, telefondan boshqarish, smart diagnostika hamma funksiyasi bor. Ichlarini ham ko'ringlar. Ichlari ham ancha katta bunimizda. Kilosi 8,5 kilolik bo'ladi. Hop, bu kir mashinamizning narxini 6 million 800 ming so'mga qilib beryapmiz. Dastlabki ichida bo'ladi, shahar ichida besplatniy. Bemalol siz ham yuzga shunaqa original texnikalar kerak bo'lsa, bizga oldin podpiskatsiya bo'lib, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib zakaz qilsangiz bo'laveradi. O'zimiz uyingizgacha yetkazib beramiz. Pulini bo'lsa, uyingizga qo'lingizga kir mashina borgandan keyin to'lov qilib yuborasiz.